Mashina ham qidiruvda. Tarozini tushiringizda o'tkazmasa agar shu 194 ni olib. Aka, sizni gapingiz bilan ish qilmaymiz-ku, to'g'rimi? Hurmatingizni biling aka. 127 tonna og'irlik aniqlandi. Avtomashinani vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yamiz. Ichki ishlar xodimi talabini bo'ysunmaslik bor. Yo'l harakati qoidalari 7-bandiga ko'ra siz hujjatlaringizni taqdim etishga majbursiz. Bilasizmi? Ichki ishlar xodimiman, men sizdan hujjat so'rayapman, taqdim etmaysizmi? Ichki ishlar xodimining talabini bajarmayapti hamda mana yo'qotish qoidalarini buzib, mana ustida shalcha yopmasdan harakatlanib keladi. Haydovchilik Eshityapsizmi aka? 127 tonna chiqyapti. Sizga mo'ljallangan yuk Vazirlar Mahkamasining 342-sonli qarori bo'yicha 6 ta mostlik 44 tonna belgilangan aka. Sizniki 3 barobar ziyod. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, vaqtincha boshlaydigan jarima maydoniga qo'yib turamiz.